Salom o'rtoqlar, sizlar bilan Obzor Time. Bugun yana bitta video qilishga qaror qildim. Yana bitta dotganim anchadan beri video qilmayapti-da, o'shanga uzrnoma sifatida sizlarga zo'r proyekt topdim. Shu proyektni hozir obzor qilib beraman. Ko'ringlar, bu mashinamiz Moskvich bo'ladi. 2022-yilda Moskvich yili, u Moskvich qanaqa bo'lishi kerakligini hozir sizlarga ko'rsatib beramiz. Bu oddiy Moskvich emas, shunchaki restavratsiya qilib qo'yilgan emas. Bu polniy o't ido orqasidan oldigacha sport qilib tayyorlangan Moskvich bo'ladi. O'rtoqlar, mashinani yon qismidan o'rganamiz. Yon qismidan qarasanglar, faqatgina o'zgarishlardan o'sha katta diska ko'rinadi. 17 diska taqilgan, yengil, sportivniy. Keyin bu diskalar sig'ishi uchun, arkani ichiga sig'ish uchun mana bu kengaytirganlar, kriloni kengaytirilgan, o'stirilgan. Bu metallda qilingan ekan. Metallda baqvat qilib qilingan, Moskvichni o'ziga o'xshatib. Keyin mana bu yerda ko'rayotgan bo'lsanglar, bunaqa narsa chiqib turibdi. Bu stoyka BMWni reduktorini, orqa zadniy mostini ushlab turadigan stoyka, bitta kuzovga qotadi, o'rtadan reduktor ushlab turadigan, tepadan kronshtayn beriladi. Shunaqa o'tiradi. Bu yerda hozir o'sha reduktor orqasi E32 turibdi. Korobkamizda Jiguli, motorimizda Priora, shu 93 blok. Mashina ishqilib boyovoy qilingan. Keyin bu yerda ahamiyat beradigan narsamiz o'zining klassik ruchkalari qolgan. Bu nostalgiya, buni qoldirmaslik xato bo'lardi. Shuning uchun menimcha qoldirganlar. Moskvich mana shu eng qiziq narsasi mana shu ruchka bo'lsa kerak menimcha. Bakovoy endi almashgan. Bakovoy o'zining bakovoylari Jiguli Moskvichlarnikini bilsanglar kichkina bo'ladi. Zreniya yaxshi bo'lmaydi, orqani ko'rish vidimist to'polonchilar. Vidimist kam bo'ladi, shuning uchun orqadagi bo'layotgan hodisalarni tez kattaroq ko'rib turish uchun bakovoy kattasini qo'yganlar. Endi ichiga o'tiramiz. Birinchi eshikni ochganda ko'ramiz, laseti sideniya ko'rinyapti bu yerda. Sideniyalar laseti qilingan, orqa oldi. Endi bitta mashinaga o'tiramiz. O'tirganimizda ko'zga birinchi tushadigan Chevrolet ruli, keyin mana bu Spark'ga rulovoy upravleniyasi eur qo'yilgan. Rul gidravlika, xullas, elektronniy gidravlika. Apshivga tikib yuborilgan, mana bu torpedga tikib yuborilgan, apshivga qilib yuborilgan ko'jadan. Keyin mana buni ko'rayotgan bo'lsanglar, tablosi, Nexia'ni tablosi, Nexia 1 tablosi, Moskvichni o'zini mana bu bo'shlig'iga, eski tablosining o'rniga o'zida tushgan, qolipda tushgan, radnoydagi. Apshivkalar o'ziniki qolgan, prosta ustidan material bilan tikilgan. Keyin mana bu yerda barri BMWnikini qo'yibdilar. BMW adashmasam 34 bo'lsa kerak, katta ekan, lekin o'zini joyida tushgan. Xullas shu salonda patolog alkantara qora tortilgan, qop-qora qilib. Xullas salon o'sha asvejit qilingan bo'ldi. O'ziga katta o'zgarishlardan elektron rul qo'yilgan. Laseti sideniya. Salonda shu. O'rtoqlar, endi 412 ni shu yoshimga yetib, shu paytgacha bilmagan ekanman kapot qanaqa ochilishini, bagajni qanaqa ochilishini. Orqasiga kelib silab ko'ramiz, ham knopkasi bor deymiz. Bu yerni kelib ko'lab ko'rdi, xullas egasi yo'ldan ko'rib qolib, bilib qolib yugurib keldilar. Mana bu yerda ekan, yaqinroq keling. Endi bildim, zavodskiy joyi mana shunaqa ekan, mana ham ko'rasizlar. Qulayligini qarasanglar-chi buni. Ana. O'zi ochildi bu kap reykalar o'ziniki turgan ekan, zavodskiy o'ziniki mana shunaqa ochilar ekan. Qaranglar mana. Yaqqol. Orqa polniy mashina aytib o'tamiz, polniy shumka qilingan, o't ido tegidan shu eshiklari tom, bagajni ham ko'ryapsizlar, bagajni ham polniy idealniy qilib shumka qilingan. Bagajni ichini polniy material bilan apshivach qilingan. Bu yerda katta buffer turibdi. 1000 talimi, 1200 talimi sab buffer turibdi. Bu motorga
bilsanglar benzin nasos elektronniy bo'ladi. Benzin nasosi ham o'zini bakiga o'rnatilgan ekan. Bakini bilasizlar, tagida turadi, yotib bunaqasi ko'ndalang turadi. O'zini bakiga yasalgan ekan. Xullas, bagaj ham idealni qilingan. Buni yopilishini qarasanglar-chi. Endi motor qismiga o'tamiz. Ana motor ko'rayotgan bo'lsanglar, shu aytganimizdek Priora motor. Bu yerda Работанный narsalardan o'sha vakuum qo'yilgan, boshqacha vakuum qo'yilgan, охлаждение специально shu mashina uchun yasalgan, ventilyator qo'yilgan, motor 93 blok, o'sha Priorani o'zini motori, Priora motor. Priora motor deyshadi, bilsanglar, 83 blok ham bor, 93, 94 har xil bo'ladi. Bunda 93 blok o'sha Priorani o'zini motori. Keyin bu yerda pauk yasatilgan. Специально mashinaga pauk yasatilgan. Pauk o'zi emas, bu yerda выхлопной sistema полный orqasigacha специально mana shu Moskvich uchun yasalgan. Ovozni eshitsanglar, vashcha ovoz umuman yo'q mashinada. Xuddi ani rostagasim Mers turgandek bo'ladi. Moskvich deymiz, rostagasim Moskvich. Umuman ovoz yo'q, xullas выхлопной sistema zo'r, ideal qilingan. И охлаждение ham zo'r. Mashina umuman qizimaydi. Постоянно o'sha mashina anaqada yuradi, bosimda yuradi, davleniyada yuradi. Shunchaki haydamayman dedilar. Shunga qaramasdan mashina охлаждениесі buni zo'r eplab beradi. Xullas, test drive'ga o'tamiz, mashinani bitta haydab ko'ramiz. O'rtoqlar, salonga o'tirib oldi, endi mashinani bitta haydab ko'ramiz. Bu mashinani birinchi marta haydab ko'ryapman. Bundan oldin trenirovka qilganim yo'q, to'satdan kelib qoldi mashina. Aytganimdek ovozni eshityapsizlar. Men eshitmayman lekin. Jiguli dilda korobkani. Jigulidek eshitdi. Shunaqa. Jiguli qanaqa edi? Mana bunaqa edi. Bostirib orqaga. Tushunmadimmi? Skurs kamalab turib oldik. Mana 34 bari ozgina xalaqit o'tgan ekan. Buncha поправимый deydi, tuzatsa bo'ladigan narsa. Xullas ketdik. Ovoz umuman yo'q mashinada. Eshitayotgan bo'lsanglar, menimcha eshitmayapsizlar ovozini. Chiroyli, Spark anaqasi, gitaralari to'liq ishlayapti. Voy, ощущение-chi. Rostagasim Moskvich bor-ku. Shumka ideal. Idealni shumka. Umuman hech qayerdan ovoz chiqayotgani yo'q. Mashina yumshoq. Tortishlari zo'r. Hozir mana yo'lga chiqib ko'ramiz, hozirga. Ketdi qani. Birovni mashinasi hatto bosmaymiz, lekin tagiga varshi zo'r. Orqada reduktor BMWniki. Tapdan kirsa bo'ladi. Ani BMW reduktor, Jiguli korobka bir-biriga yaxshi joylashgan, menimcha, chunki hech qanaqa nima deydi, noto'g'ri ishlayotgan narsani o'zi yo'q, hamma narsa cho'tki ishlayapti, o'zini qanaqa ishlash kerak bo'lsa, xuddi shunaqa ishlayapti. Xullas, mashina yumshoq, yurishga komfortli, ham chagasi ham zo'r. Mashina xullas sotuvda mashina, qiziqqanlar bo'lsa, pastga nomerlarni qoldirib ketamiz. Shu odamlarga telefon qilib, bemalol so'rasanglar bo'ladi. Bizani kuzatishda davom etinglar, sog' bo'linglar, layklarni qo'yishingiz esingizdan chiqmasin.